Assalomu alaykum. Bugun Yaponiya va O'zbekiston madaniyatining umumiyliklari va farqlari haqida gaplashamiz. Salomlashish odobi. O'zbeklar asosan qo'l berib xushmuomalalik bilan, yaponlar esa bosh egib, ta'zim qilish bilan salomlashishadi. Milliy liboslarga e'tibor. O'zbeklarda milliy liboslar atlas va adras, yaponlarda esa kimono hisoblanishadi. Yaponiya va O'zbekiston bayramlarida ham o'xshashlik bor. O'zbekistonda Navro'z bayrami, Yaponiyada esa o'rik guli bayrami keng nishonlanadi. Musiqaga ham e'tibor katta. Ya'ni cholg'u asboblariga nisbatan hunarmandchilik buyumlari ularda azaldan qadrlanib, diniy qarashlar esa tubdan farq qiladi. Ya'ni Yaponiya sintoizm diniga e'tiqod qiladi. O'zbek xalqi muqaddas islom diniga e'tiqod qilishadi. Ovqatlanish madaniyati. Yaponiya asosan dengiz mahsulotlari, O'zbekiston go'shtli taomlar bilan ovqatlanishadi. Ikki xalq ham mehnatsevar va tabiatni sevishadi.